Bugun ham yana bir muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Xalq tabobati va farmakologiya kafedrasi katta o'qituvchisi Qayumov G'anisher Olimovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. G'anisher aka, aytingchi, bugun mana insonlarda gijja kasalliklari ko'payib boryapti va siz bu kasallik haqida va uni xalq tabobati yo'nalishlarida davolash usullari haqida nimalar deya olasiz? Hozirgi zamonda gijja kasalliklari ko'p uchrayapti. Xalq tabobatida gijja kasalliklarni davolashning o'ziga xos foydali tomonlari bor. Chunki xalq tabobati yo'lida davolangan gijja kasalliklar, ya'ni bemorlar hech qanday asorat qolmaydi. Hozir zamonaviy tibbiyotda me'da kasalliklarini, ya'ni gijja kasalligini davolashda har bitta gruppaga alohida dori taklif etilib, bular antibiotik, ya'ni kuchli ta'sir etuvchi xususiyatga ega bo'lgani uchun me'da, oshqozon ichak kasalliklarini yosharishiga sabab bo'ladi. Chunki hozirgi paytda mana 5-6 yashar bolalarda ham oshqozon yara kasalliklar. Bu degani o'sha bolalarda me'da, ya'ni gijja kasalliklarni noto'g'ri davolash natijasida. Endi xalq tabobati yo'lida davolaydigan bo'lsak, o'sha gijja kasalliklarini oddiy o'zimizni kunda iste'mol qiladigan mahsulotlarimizdan, masalan, yong'oq, mayiz hamda toza asal hamda qora sedana o'sha tarkibiy jihatini o'zaro o'sha xalq tabobati, ya'ni Abu Ali ibn Sino tib qonunlarida ko'rsatilgan me'yorda aralashtirib uni 28 kun davomida kunda ertalab nahorda iste'mol qilinsa hamda 1 soatdan keyin nonushta qilinsa, bu me'daning hamma turlari, barcha turlariga bir xilda ta'sir qiladi, ham organizmda hech qanday asorat qoldirmaydi. Hamda qo'shimcha o'sha kamqonlik kasalliklarini ham davolaydi. Sababi o'sha qo'shib iste'mol qilingan qora mayiz, yong'oq, asal odamga taniz yurishi, ya'ni quvvatni oshiruvchi ta'sir ham ko'rsatadi. Unga qo'shilgan qora sedana esa o'sha tarkibda efir moylari hisobiga uni o'sha me'dani tishlovchi oziq tishlarini nima deydi, xalq tabobatida o'sha tishlab qoluvchi, biriktirib qoluvchi to'qimalarni falash holatiga keltiradida, natijada o'sha yozilganda hamma nimalarini olib chiqib ketadi. Zamonaviy tibbiyotda o'sha me'dani davolash 14 kun deydigan, lekin xalq tabobatida Ibn Sinoning ta'limoti bo'yicha buni qayta urug'lanish jarayoni yana 14 kun qo'shilib 28 kun degan. Lekin hozirgi kunda biz o'sha ish jarayonida keyin o'zimizning faoliyatimizda o'zi me'da kasalliklarini, o'sha gijja kasalliklarini davolab kelyapmiz. Bu o'sha dorini biz 30 kun davomida bemorlarga beryapmiz. Bu 200% desam nima ketadi, 100% effekt beryapti. Hech qanday nojo'ya asorat qoldirgani yo'q.